Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar va ularning farzandlari uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Gap O'zbekiston prezidenti imzolagan va pensionerlarga bevosita ta'sir qiladigan 6 ta muhim qonuniy o'zgarish haqida ketadi. Bu ma'lumotni 25 avgustgacha albatta bilib qo'yish kerak. Chunki ayrim masalalarda hujjat topshirish, ma'lumotni tekshirtirish, pensiya qayta hisoblanishi yoki imtiyozdan foydalanish uchun vaqtida harakat qilish muhim. Ko'p odamlar pensiya masalasida bitta xatoga yo'l qo'yadi. Davlat o'zi biladi. Menga tegishli bo'lsa avtomatik beradi deb kutib yuradi. Amalda esa ba'zi to'lovlar avtomatik bo'lsa ham ayrimlar uchun ariza, hujjat, mehnat staji tasdig'i, bank rekviziti yoki mahalla orqali tasdiqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bo'lsin, chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, qo'shningizga ham foyda berishi mumkin. Men avvalo masalaning eng asosiy joyini oddiy tilda tushuntiraman. Oldin pensionerlar ko'p hollarda bir nechta idora o'rtasida sarson bo'lardi. Masalan, pensiya tayinlash uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi hujjat, nogironlik bo'yicha xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, bank kartasi ma'lumoti va boshqa qog'ozlar talab qilinardi. Bir hujjat yetishmasa, odam yana korxonaga, arxivga, mahallaga yoki tuman bo'limiga borardi. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy maqsadi shuki, pensionerga tegishli pul, imtiyoz va ijtimoiy himoya imkon qadar aniq, shaffof va o'z vaqtida yetib borish kerak. Lekin bu hammasi o'z-o'zidan bo'ladi degani emas. Ayniqsa, staj masalasida xatolik bo'lsa, ish yillari tizimda ko'rinmasa, familiya o'zgargan bo'lsa, eski korxona yopilgan bo'lsa, nogironlik guruhi yoki boquvchisini yo'qotganlik holati bo'yicha hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, odam o'zi harakat qilishi zarur. Endi men pensionerlar uchun eng muhim 6 ta yo'nalishni alohida tushuntiraman. Har birida kimga tegishli, kim xavotir olishi kerak, kimga xavotir yo'q, qanday hujjat kerak, qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini aytib o'taman. Eng ko'p so'raladigan savol: pensiyam oshadimi yoki yo'qmi? Odatda pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan asosiy omillar 3 ta. Mehnat staji, oldingi ish haqi miqdori va qonunchilikda belgilangan bazaviy hisoblash ko'rsatkichlari yoki eng kam pensiya miqdorlaridagi o'zgarishlar. Agar pensionerning staji to'liq hisoblangan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri kiritilgan bo'lsa va u allaqachon maksimal darajada hisoblangan pensiya olayotgan bo'lsa, katta qayta hisoblash bo'lmasligi mumkin. Lekin agar odamning eski ish joyidagi yillari hisobga olinmagan bo'lsa, masalan, 1975 yildan 1992 yilgacha zavodda ishlagan, lekin arxiv ma'lumoti topilmagani uchun bu davr stajga kirmagan bo'lsa, hujjat topilgandan keyin pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, bir ayol 30 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda tizimda faqat 24 yil staj ko'ringan, u nima bo'lsa bo'ldi deb yuraverdi. Keyin farzandi arxivga so'rov yubordi. Eski korxona hujjatlari davlat arxiviga topshirilganini aniqladi. 6 yil qo'shimcha staj tasdiqlandi. Natijada pensiya miqdori qayta ko'rib chiqildi. Bu yerda asosiy xulosa: sizning haqiqiy stajingiz bilan pensiya jamg'armasida hisoblangan staj bir xilmi? Shuni tekshirtirish kerak. Kim xavotir olish kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlar tushunarsiz bo'lganlar. Ikkinchidan, eski ish joyi yopilib ketganlar. Uchinchidan, turmush qurgandan keyin familiyasi o'zgargan ayollar. To'rtinchidan, harbiy xizmat, dekret ta'tili, bolani parvarishlash davri, zararli mehnat sharoitida ishlash davri stajga qanday kiritilganini bilmaydiganlar. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Pensiya hujjatlari yaqinda elektron bazalar orqali to'liq tekshirilib tayinlangan. Staji va ish haqi bo'yicha e'tirozi yo'q pensionerlar. Oldin ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ishlashdan qo'rqardi. Ishlasam pensiyam kesiladimi? Korxonaga kirib ishlasam pulim kamayadimi? Rasmiy ishlasam zarar ko'ramanmi degan savollar juda ko'p. Hozirgi yondashuvda asosiy maqsad shuki, pensioner qonuniy ishlasa u jazolanmasligi kerak. Aksincha, tajribali insonlar mehnat bozorida qolishi, o'z kasbini davom ettirishi, yoshlarni o'rgatishi davlat uchun ham foydali. Lekin bu yerda muhim nozik jihat bor. Hamma toifadagi pensiyalar bir xil emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ayrim maxsus to'lovlarning shartlari farq qilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam rasmiy ishga kirsa, odatda uning pensiya olish huquqi saqlanadi.
Ammo nogironlik bo'yicha pensiya olayotgan insonning mehnat faoliyati, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi va guruhi bilan bog'liq masalalar alohida ko'rib chiqiladi. Oddiy misol. 62 yoshli erkak pensiya oladi va maktabda qorovul bo'lib ishlamoqchi. U rasmiy shartnoma bilan ishga kirsa, ish haqi bank kartasiga tushadi. Bunday vaziyatda u pensiyam butunlay to'xtab qoladi deb qo'rqmasligi kerak. Lekin u ishga kirganini yashirmasligi, ish beruvchi ham barcha ma'lumotlarni qonuniy rasmiylashtirish kerak. Yana bir misol. 7 yoshli ayol pensiyada, lekin uyda tikuvchilik qiladi. Agar u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiy faoliyat yuritsa, soliq, ijtimoiy to'lovlar va pensiya masalalarini oldindan aniqlab olgani yaxshi. Bu o'zgarishning foydasi nimada? Pensioner qo'shimcha daromad topadi. Ish beruvchi tajribali xodim oladi. Davlat yashirin bandlikni kamaytiradi. Lekin xato nimada bo'lishi mumkin? Ba'zi pensionerlar norasmiy ishlaydi. Keyin mehnat huquqi buzilganda ish haqini talab qila olmaydi. Yoki ish beruvchi siz pensionersiz, sizga mehnat shartnomasi shart emas deydi. Bu noto'g'ri. Pensioner ham boshqa xodimlar kabi mehnat shartnomasi, xavfsiz ish sharoiti, ish haqi va dam olish huquqiga ega. Pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Ko'pchilik shu yerda adashadi. Pensiya odatda mehnat staji, sug'urta badallari, ish haqi va yoshga bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ijtimoiy yordam sifatida berilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oilaga yordam, nogironligi bo'lgan shaxsga nafaqa, boquvchisini yo'qolgan bolaga to'lov, yolg'iz keksalarga yordam, uy-joy kommunal to'lovlari bo'yicha qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlar bor. Yangi tartiblarning eng muhim tomoni shuki, ijtimoiy himoya tizimi manzilli bo'lishi kerak. Ya'ni yordam haqiqatan ham muhtoj odamga yetib borishi kerak. Agar pensioner yolg'iz yashasa, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lsa, daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lsa, sog'lig'i yomon bo'lsa, dori-darmon xarajati katta bo'lsa, u o'z holatini mahalla yoki ijtimoiy xizmat organlariga bildirishi kerak. Masalan, 70 yoshli ona 820 ming so'm pensiya oladi, kommunal to'lovlari, dorilari va oziq-ovqatdan keyin deyarli pul qolmaydi. Farzandlari yordam bera olmaydi. Bu holatda u uyalib jim o'tirmasligi kerak. Mahallaga borib, ijtimoiy yordamga ehtiyoji borligini aytishi, pasporti, pensiya guvohnomasi, daromad ma'lumotlari, tibbiy hujjatlari bilan murojaat qilishi lozim. Ba'zan odamning o'zi murojaat qilmasa, tizim uni to'liq ko'rmay qoladi. Kim xavotir olishi kerak? Pensiyasi kam, yolg'iz yashaydigan, nogironligi bor, doimiy davolanishga muhtoj, ijara uyda yashaydigan yoki boquvchisiz qolgan pensionerlar. Kim xavotir olmasa bo'ladi? Daromadi yetarli. Oilaviy qo'llov bor, ijtimoiy yordam shartlariga tushmaydigan fuqarolar. Lekin hatto ular ham o'z huquqlarini bilib qo'ygani yaxshi, chunki hayotda vaziyat o'zgarishi mumkin. 4-qonuniy o'zgarish. Pensiyani yetkazib berish, bank kartasi va naqd pul masalasi pensionerlar uchun eng og'riqli masalalardan biri pensiyaning o'z vaqtida kelishi. Ba'zilar bank kartasiga olishni qulay deb biladi, ba'zilar naqd pulni afzal ko'radi. Ayniqsa, qishloq joylarda bankomat uzoq bo'lsa, karta ishlatishni bilmaydigan keksalar qiynaladi. Shu sababli pensiya to'lovlari bo'yicha tartiblar ham alohida e'tibor talab qiladi. Hozir davlat xizmatlarini raqamlashtirish kengaymoqda. Bank kartasi orqali to'lov tez, shaffof va nazoratli bo'ladi. Lekin bu pensioner majburan qiynalishi kerak degani emas. Agar keksa inson yurishga qiynalsa, nogironligi bo'lsa, yolg'iz yashasa, u pensiyani olish tartibi bo'yicha mahalla, bank yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan tushuntirish olishi kerak. Ba'zi holatlarda ishonchnoma orqali boshqa shaxs pensiya olishi mumkin. Lekin bu juda ehtiyotkorlik bilan qilinadi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat, bu nabrasiga bank kartasini beradi, pin kodni ham aytadi. Nabra pul yechib beradi, hammasi yaxshi. Lekin bir kuni karta yo'qoladi yoki pulning bir qismi qayerga ketgani noma'lum bo'ladi. Keyin bu bankka boradi, lekin pul yechilgani tasdiqlanadi. Shuning uchun kartangizni hech kimga berishdan oldin juda ehtiyot bo'ling. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, uni notarial tartibda aniq muddat va aniq vakolat bilan rasmiylashtirish kerak. Yana bir misol, pensioner bank kartasini almashtirgan, lekin yangi karta rekvizitlari to'lov tizimida yangilanmagan. Natijada pensiya kechikadi. Bunday bo'lmasligi uchun karta muddati tugashidan oldin bankka borib yangilash, keyin zarur bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmatga ma'lumot berish kerak. Agar pensiya odatdagi kunda tushmasa, darhol vahima qilmasdan bankdan
keyin pensiya bo'limidan sababini aniqlash kerak. 5-qonuniy o'zgarish. Nogironligi bo'lgan pensionerlar va parvarishga muhtoj keksalar uchun qo'shimcha kafolatlar. Nogironligi bo'lgan pensionerlar masalasida eng muhim narsa tibbiy hujjatlarning to'g'ri yuritilishidir. Nogironligi guruhi qayta ko'rik sanasi, davolanish xulosalari, reabilitatsiya vositalari, protez, ortopediya buyumlari, dori-darmon ehtiyoji kabi masalalar pensiya va nafaqa miqdoriga qo'shimcha yordamga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim keksalar, men baribir kasalman, hujjat yig'ib nima qilaman deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Hujjat bo'lmasa, davlat organi sizning real holatingizni ko'ra olmaydi. Masalan, odam yurak kasalligi sababli tez-tez davolanadi, lekin shifoxona xulosalarini saqlamaydi. Keyin qo'shimcha yordam so'raganda uning og'ir holatini tasdiqlovchi hujjatlar yetishmaydi. Shuning uchun har bir tibbiy ko'rik, epikriz, retsept, shifokor xulosasi alohida papkada saqlanishi kerak. Parvarishga muhtoj keksalar uchun ham alohida e'tibor bor. Agar pensioner o'zi ovqat qila olmasa, dori ichishni unutsa, tashqariga chiqa olmasa, hujjatlarini yurita olmasa, oila a'zolari yoki mahalla bu holatni yashirmasligi kerak. Chunki ijtimoiy xizmat xodimlari patronaj, mahalla faollari yoki mas'ul tashkilotlar yordam ko'rsatishi mumkin. Bu yordam har doim pul ko'rinishida bo'lmasligi mumkin. Ba'zan oziq-ovqat, tibbiy ko'mak, reabilitatsiya, uyga tashrif hujjatlarni rasmiylashtirishga yordam shaklida bo'ladi. Bu yo'nalishda kimlar albatta harakat qilishi kerak? Nogironlik guruhi muddati tugayotganlar, qayta ko'rikka borish kerak bo'lganlar, dori-darmon xarajati juda katta bo'lganlar, yolg'iz va parvarishga muhtoj keksalar. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Hujjatlari to'liq guruh muddatsiz belgilangan, tibbiy nazoratda turgan va ijtimoiy yordamini vaqtida olayotganlar. Lekin baribir barcha hujjatlarni tartibda saqlash zarur. Eng muhim masalalardan biri, agar pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, nima qilasiz? Ko'pchilik og'zaki shikoyat qiladi. Borgan edim, aytishdi. Telefon qildim, javob berishmadi. Mahallada so'radim, bo'lmas ekan deb qolib ketadi. Lekin qonuniy natija olish uchun murojaat yozma yoki elektron shaklda bo'lishi kerak. Agar siz pensiyangiz kam hisoblangan deb hisoblasangiz, birinchi navbatda pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilasiz. Arizada menga tayinlangan pensiya miqdorini hisoblashda qaysi ish staji va qaysi ish haqi davrlari inobatga olinganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Shunda siz og'zaki emas, yozma javob olasiz. Yozma javobda qaysi yillar hisobga olingani, qaysi hujjat yetishmayotgani, qayta hisoblash uchun nima kerakligi ko'rsatilishi kerak. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organga, adliya organlariga, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Bu yerda muhim qoida, hujjatlarni yo'qotmang. Ariza nusxasi qabul qilingan sana, javob xati ilova qilingan hujjatlar ro'yxati alohida saqlansin. Agar hammasi telefon orqali bo'lsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Masalan, bir pensioner yartim yil ishlagani aytadi, lekin pensiya 28 yil staj bilan hisoblangan. U 3 yil davomida adolat bo'lmadi deb yuradi. Lekin birorta yozma ariza bermagan. Keyin farzandi ariza yozadi, arxiv so'rovi yuboriladi. Eski kolxoz hujjatlari topiladi. Natijada masala siljiydi. Demak, huquqni himoya qilishning birinchi qoidasi rasmiy murojaat qiling. Endi men sizlarga eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, hamma pensionerga ham bir xil oshirish yoki bir xil imtiyoz tegishli emas. İnternetda hamma pensionerga falon so'mdan pul beriladi degan xabarlarni darhol ishonmang. Har bir to'lovni ko'rsangiz, darhol ishonmang. Yosh, staj, daromad, nogironlik holati, oila tarkibi, yashash joyi, oldingi ish turi. Hujjat mavjudligi. Ikkinchi nozik jihat, eski mehnat daftarchasidagi xatolar. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shagan sana yo'q, yoki muhr o'qilmaydi, yoki korxona nomi qisqartma bilan yozilgan. Bunday holatda arxiv ma'lumoti, buyruq nusxasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun daftarcham bor-ku deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat, familiya va ismdagi farqlar. Masalan, pasportda Gulnora, eski hujjatda Gulnara deb yozilgan, yoki otasining ismi bir joyda qisqartirilgan. Bunday mayda farq ham ba'zida muammo chiqarishi mumkin. Ayniqsa turmush qurgan ayollarda nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat juda muhim. To'rtinchi nozik jihat, chet elga ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda yashasa
pensiya to'lovi, yashash holatini tasdiqlash, bank operatsiyalari va ishonchnoma masalalarida alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda qo'shnim shunday qilgan ekan deb emas, rasmiy manbadan aniqlash kerak. 5-chi nozik jihat. Vafot etgan pensionerning pensiyasi. Ba'zan oila a'zolari pensioner vafot etganidan keyin ham kartadan pul yechib oladi. Bu juda xavfli. Chunki noqonuniy olingan summa keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Vafot holati bo'lsa, tegishli organlarga vaqtida xabar berish, dafn puli yoki meros bilan bog'liq qonuniy tartibni aniqlash kerak. 6-chi nozik jihat firibgarlar. Pensiyangizni oshirib beraman. 20 avgustgacha ariza bermasangiz puldan qolasiz. Kartangiz raqamini ayting. Pul tushiramiz degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon bank kartangiz pin kodi, SMS kod, pasport nusxasi va plastik karta rasmini begona odamga yubormang. Davlat organlari sizdan SMS kodni so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib shunday desa, bu firibgar bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, harbiy bilet, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik xulosasi, tibbiy hujjatlar, bank kartasi rekvizitlari bitta papkada tursin. Farzandlaringizga ham qayerda saqlanishini aytib qo'ying. Ikkinchi qadam, stajingizni tekshirtiring. Agar pensiyangiz kam deb o'ylasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qiling. Mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblanganini tushuntirib bering deb so'rang. Agar qaysidir yillar kirmagan bo'lsa, nima sababdan kirmaganini aniqlang. 3-qadam, arxiv bo'yicha harakat qiling. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga so'rov berish mumkin. So'rovda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangiz, tug'ilgan sanangiz aniq yozilsin. Iloji bo'lsa, mehnat daftarchasidan nusxa qo'shing. 4-qadam, bank masalasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz bankda to'g'rimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Pensiya tushadigan hisob faolmi? Shularni bilib oling. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib blok qildiring. 5-qadam, ijtimoiy yordamga ehtiyoj bo'lsa, mahallaga boring. Menga yordam kerak deyish uyat emas. Siz butun umr ishlagan bo'lishingiz mumkin. Endi davlat va jamiyat ko'magidan foydalanish huquqingiz bor. Mahallaga pensiya miqdori, oila tarkibi, yashash sharoiti, tibbiy xarajatlar bo'yicha ma'lumotlarni olib boring. 6-qadam. Nogironlik yoki salomatlik bilan bog'liq hujjatlarni yangilang. Qayta ko'rik sanasi o'tib ketmasin. Shifokor xulosalarini yo'qotmang. Agar harakatlanish qiyin bo'lsa, farzandingiz yoki ishonchli yaqin insoningiz yordamida mas'ul tashkilotlardan tartibni so'rang. 7-qadam, hamma murojaatni yozma qiling. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Ariza topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring yoki elektron murojaat yuborsangiz, tasdiq raqamini saqlang. Bu keyinchalik sizning dalilingiz bo'ladi. 8-qadam, 25 avgustgacha o'zingizga tegishli holatni aniqlang. Bu sanani men sizga shuning uchun alohida aytyapmanki, odamlar odatda oxirgi kunga qoldiradi. Siz esa oldindan tekshiring. Pensiyangiz to'g'ri hisoblanganmi? Hujjatlaringiz yetarlimi? Ijtimoiy yordamga haqlimisiz? Bank kartangizda muammo yo'qmi? Tibbiy hujjatlaringiz joyidami? Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar kamchilik bo'lsa, tuzatishga ulgurishingiz mumkin. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun muhim bo'lgan 6 asosiy qonuniy yo'nalishni tushuntirdim. Pensiyani qayta hisoblash, ishlayotgan pensionerlarning huquqlari, ijtimoiy yordam va nafaqalar, bank kartasi va pensiya to'lovi. Nogironligi bo'lgan va parvarishga muhtoj keksalar kafolatlari hamda murojaat va shikoyat qilish tartibi. Eng muhim fikr shuki, huquqingiz bo'lsa, uni talab qilishdan uyalmang, lekin hammasini rasmiy hujjat bilan qiling. Agar sizning pensiyangiz kam deb o'ylasangiz, izohlarda yozing. Necha yil stajingiz bor? Qaysi yillaringiz hisobga olinmagan deb o'ylaysiz? Qaysi masalada qiynalyapsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga va mahalladagi pensionerlarga yuboring. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa imtiyoz
va qonuniy huquqlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.